O'tgan safar ham sizga ishonib, o'rtada xijolatchilik bo'lgan. Bu bola mana opam o'g'illari bo'ladi. Xo'p, 6 oyda qilib beradi pulingizni. Agar qilib bermasa men kafilman, o'zim to'layman. O'zingiz nima ish qilasiz uka? Bog'dod Bordon liniyaga qatnaymiz 8 liniyasiga. O'tgan safar ham tog'iz bo'ladilarmi? Shu odam o'rtaga turdi, xijolatchilik bo'ldi. Lekin bir oyligini to'laganda kafil bo'lgan odamingiz ketib yubordi. O'zingiz to'ladingizmi qolgan 5 oyini? Bu bola xolam o'g'li edi. Shuning uchun o'zim to'ladim. Bu bola ishonchli. Keling endi beravering. Mayli. Beraman, yuringlar, ketdik. O'tgan safar o'zim kater olib keldim. Sizlarga yaxshimi undan? Aka, kat yo'llarimiz двойной utublik qilingan. Ham stiklovata, ham pokey bilan. O'zi narsaga olayotgan bo'lsa, nima inchalik qilasan? Olib ketavering demay. Eng asosiysi, kat yo'llarimiz ko'mir tanlamaydi. Bunkerli, bemalol solib ishlataverasiz. 150 kvadratdan 1 million kvadratgacha yasab beraveramiz. Kat yo'llar ishonchli. Safo kat yo'llari, siz hamma biladi. Ishonmasangiz hozir yoqib beraman, bitta yonishini ko'ring. O'zingiz yaxshi ko'rib qolasiz kat yo'limizni. Kat yo'limizni yoqqanimizga 3,5-4 daqiqa bo'ldi. Ko'ryapsizmi yonishini? Suvi ham qaynadi. Kat yo'llarimizni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraveramiz. Tanish bilishlarga, qarindosh urug'larga bemalol tavsiya qilaverasiz. Xijolat qilib qo'ymaydi. Ko'mir tanlamaydi. Eng asosiysi двойной utublik qilingan. Aka, mana kat yo'limizni miyasi hisoblanadi. Mana Safo deb yozilgan. Mana u stabilizator to'rtta bir xil ushlab turadi, bilsangiz. Bu narsani bonusga qo'shib beramiz, aka. Aka, kat yo'limiz yoqdimi? Safo zo'r aka, nomer 1 aka. Hozir biz uyga borib nakasa tashab qo'yamiz akamizga sizga. Olib borib o'rnatib berasizlar. Bepul o'rnatib berishgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga ham zarur bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa qiling. Yetkazib berish, o'rnatib berish xizmati bepul.